o'zingiz va yaqinlaringizni asrang. Bu xavfli guruhlar asosan eng ko'p tug'diradigan bolalarda, qariyalarda, homilador ayollarda va surunkali o'pka yoki immun tizimida muammosi bor insonlarda xavfliroq kuzatiladi. Gripp bu oddiy kasallik emas. Bu virusli kasallik. Grippga oddiy qarash mumkin emas. Gripp kasalligi asosan haroratning keskin ko'tarilishi, bosh va mushaklarda og'riq, yo'tal va tomoq og'riqlari kuzatiladi. Insonda immun tizimining kuchsizligi yoki inson salomatligiga keri ta'sir qiladigan ovqatlanish tizimi noto'g'riligi sababli immun tizimi tushish natijalari ham bo'ladi. Gripp oldini olish asosiy profilaktikasi yillik grippga qarshi vaksinatsiya olish. Bundan tashqari qo'llarni tez-tez yuvish, niqob taqish va kasal bo'lsangiz uyda dam olish. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang. Va men sizlarga ma'lumot berish meni vazifam, meni mas'uliyatim. O'z sog'lig'ingizni birgalikda asraymiz. Sizning sog'lig'ingiz mening mas'uliyatim.